Justin Gaethje UFC tarixidagi eng zo'r low kick sohibi. U barcha raqiblarini oyog'ini deyarli sindirish darajasiga olib kelgan. O'z oyog'i bilan ringga kirib kelgan raqiblar o'zlari ringni tark etolmay qolishardi ko'p hollarda. Uning noodatiy texnikasini nafaqat muxlislar, hatto raqiblari ham tan olardi. Justin haqida nima deya olasan? Sen Gaethjening oyoq zarbalarini ko'rganmisan? Hattoki Dustin Poirier Justin bilan jangdan oldin o'z trenirovka usullarini o'zgartirishini aytib o'tgan. Ikkita UFC'da hamma bir ovozdan hurmat qiladigan afsonalarning ilk to'qnashuvi. Gaethje oyoqda Poirierni sindirmoqchi, Poirier esa o'zining boksini Gaethjega o'tkazish harakatida. Kuchli zarbalar almashinuv bo'lib o'tdi birinchi raundda. Gaethje low kicklar bilan Dustinni qiynab tashladi. Dustin esa qo'l zarbalari bilan Gaethjeni yo'q qilmoqchi va birinchi raund eson-omon tugab oldi. Ikkinchi raundga kelib esa Dustin o'z faolligini yanada oshirdi va Gaethjega kutilmagan zarbalar berishda davom etdi. Endi Gaethjening low kicklari o'tmay boshlagan bir paytda Dustin Poirier o'sha mashhur zarbasini amalga oshirdi va Gaethje knockdown holatida jo'g'dan o'tkazib yuborilgan. Mana bu zarbadan keyin o'zini o'nglab ola olmadi va hakam jangni to'xtatdi. Poirier bu jangni yutdi. Gaethje jangdan so'ng Poirierni tabrikladi. Poirier esa o'z oyoqlarini ko'rsatdi. Gaethje bu jangdan katta xulosalar chiqardi va o'z ustida ishlashdan to'xtamadi. Revansh jangiga Gaethje umuman boshqa jangchi bo'lib kirib keldi. Sovuqqonroq, aqlliroq va aniqroq jangchi bo'lib. Jang boshlandi. Yana odatiy Gaethje low kicklari bilan Dustinni qiynab boshladi va ikkinchi raund boshlandi. Poirier adashdi. Poirier jeb zarbasini yo'lladi va bir joyda soniyaga turib qoldi va mana shuni o'zi Gaethjega yetarli bo'ldi. Qasos olindi. Revanshda Gaethjening qo'li baland keldi va jang so'ngida o'zining firmli saltosi bilan jangni tugatib berdi.